Ha, nima bo'ldi? Javob bermayapti. Ya nega javob bermaydi Abdulhay? Gaplashganmisan o'zi? Gaplashganman, kecha zaklatni ham berganman. Nega ko'tarmaydi unaqada? Yarim soat bo'ldi. Rizor kutib o'tiribdi. Nima deyman hozir unga? Hozir yondagilarga chiqib bo'lsa ham gaplashaman. Tezlash bo'l. Bo'ldi, asabiylashvermagin. Bir kun qo'yib qo'yaman o'rnimga. Tomosha qilib o'tiraman keyin. Qanaqa asabiylashishingni. Ha Zafar, aktyor keldimi? Hozir. Zafar, tezlashaylik. Qatdan tezlashamiz. Aktyor yo'q hali. Ha, nima bo'ldi? Qara, ovozga xabar jo'natibdi. Aka, borolmaydigan bo'lib qoldim. Qimmat joydan отказ qilib bo'lmaydigan zakaz chiqib qolibdi. To'g'ri tushunasiz endi. Zaklatinglarni qaytarib beraman, boshqasi bilan amallab orarsizlar. Uzr lekin, brat. O'rtoq rejissor. Ana aktyorimiz senikidan ham pulliroq ish chiqib qoldi. Zaklatingni qaytarib beraman deb qoldi. Nima? Ertalab yana ham pulli ish chiqib qolgan ekan. Abloq shunga cho'p foribdi-da bizni. Men nima qilaman endi Zafar? Bilasan-ku, prodyuserdan hamma narsani bo'ynimga olib, keyin pul olganman bu ishga. To'g'ri. Tuzukroq odam gaplashsanglar bo'lmaydimi? Hey. Shuncha odam tekin ishlamaydi-yu. Bitta mana shu subutsizni va'da bozi deb endi 5000 minusga kiramanmi bugun? Texnikalarni yig'ishtiravuraymi? Yo'q kamerani. Juda jonga tegdi bular boru. Rolni kim o'ynaydi? Hech kim o'ynamaydi. Zaps bormi? Есть. Sahnaga chiqib yoki kamera oldiga chiqib karillashni hamma ham eplaydi. Lekin kadr ortidagi mehnatni hamma ham qadrga yetavermaydi. Ayniqsa senga o'xshagan lo'ttivozlar umuman bu narsani tushunmaydi. Hozir g'iybat bo'lmasligi uchun sen ismingni bu yerda aytmayapman. Lekin ibrat bo'lish uchun umrimni oxirigacha sen bilan ishlamoqchi bo'lgan odamlarga umuman ishlamaslikni maslahat beraman. Birinchidan, sen erkak ishini qilmading. Chunki erkak kishida lafz bo'ladi. Va'da berdimi bajaradi. Ikkinchidan, sen kasbingga xiyonat qilding. Chunki haqiqiy kasb egasi boshqa hamkasblarining ham mehnatini hurmat qiladi. Senga o'xshab subutsizlik qilmaydi. O'lsam o'laman. Bu kasbdan ketsam ham mayli. Lekin umrim oxirigacha senga o'xshagan mas'uliyatsiz, va'daboz, subutsizlar bilan umuman ishlamayman. Mana shu videoni sizni ham ishingizga mas'uliyatsizlik bilan yondashayotgan ba'zi bir odamlar bo'lsa, yuborib qo'ying. Stop. Zafar, Labbi. hammani haqqini berib, chiroyli kuzatib qo'yinglar. Hop. Mashinani sotuvga qo'yinglar. Sotilgandan keyin qayta syomka qilamiz. Faqat subutli odam bilan. Hop. Syomka tugadi. Hammaga rahmat.